Hammaga assalomu alaykum azizlar. Shu tabiat qo'ynida o'tirgan holda bir hikoya yodimga tushib ketdi. Uzoq Iroq mamlakatlarida o'ziga mashhur bo'lgan Ibn Abdulloh shayx janoblari uzoq safarga otlanadilar. Safarga ketayotib yo'l olis bo'lgani uchun qorong'i tushadi. Shu bir mahallaga yetganda bir kulbadan joy berishlarini istagan holda tunda o'tkazib, erta tongda yo'lga chiqish maqsadida shu mahalla xonadonlaridan bir ikkitasini taqillatadilar. Bir xonadonni taqillatadilar, joy berishmaydi. Ikkinchi xonadonni taqillatadilar. 3-4 va hokazo. Hech kim joy bermaydi. U kishi charchagan holda otlarini yonida bir mahallani bir burchagida assalariga suyanib o'tiradilar. Yo'ldan charchagan, tolgan hollarida uzoqdan bir yorug'lik bir sharpani ko'radilar. Shu sharpa tomon qarab yo'l olib eshikni taqillatadi. Eshikni taqillatganda bir yigit eshikni ochadi. U kishi salom alikdan keyin men uzoq manzilga yo'l olgandim. Safarim olis bo'lgani uchun qorong'i tushib qoldi. Xonadoningizni bir burchagidan bo'lsa ham tongda orttirib yo'lga chiqsam mumkinmi deganda xonadon egasi u kishini iltifot bilan uylariga taklif qiladilar, joy beradilar, non choy bilan siylaydi. Va u yigit bemalol damingizni olavering, man uxlamayman, man navoiyman, non pishiraman deb ishini davom ettiradi. Ulamo bu yigitni ish jarayonini kuzatganda, u yigit tinimsiz xamir qoraganda, zvola qilganda, non yopayotganda tinimsiz og'zidan zikrni tushirmas edi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tinimsiz o'tirsa, tursa, non pishirganda ham tinimsiz bu zikrni to'xtatmasdan aytib borardi. Ulamo bu yigitni ishini kuzatib, sizga bir savol bilan murojaat qilsam mumkinmi? Kelganimdan beri ishingizni kuzataman, lekin siz tinimsiz zikrni kanda qilmayapsiz. Buni siri nimada? dedi. Shunda navoiychi yigit shunday javob qiladi. Allohimdan men minnatdorman. So'ragan narsamni berdi. Xudoga shukr, oilam bor, bola chaqam bor, ishim bor, kunlik rizqim bor. Lekin Allohimdan bir istagim borki, mana shu Iroq davlatlarida o'ziga mashhur bo'lgan shayx Ibn Abdulloh bilan bir ko'rish istagim bor, dedi. Shunda bu Ibn Abdulloh o'tirgan joylarida juda ham hayratga tushadi. Sal o'zlariga kelgandan keyin Allohning qudrati cheksiz. Sizni mana shu tinimsiz aytgan zikrlaringiz Allohimga yetib boribdi. Yetib borgani uchun meni oyoqlarim bilan sizni oldingizga yetaklab olib keldi, dedi. Shunda Navoiy bilan Ibn Abdulloh uzoq suhbatlardan keyin tongda orttirishadi. Dam olganlaridan keyin bu Ibn Abdulloh otlariga minib safarlarini davom ettirdilar. Mana qarangki azizlar, kimki tinimsiz Allohni eslab istig'forni kanda qilmasa, nima niyatlari bo'lsa, hammasini ijobat aylaydi.